ko'pligimiz bir bo'lib, elimizni sevib, ertangi ishonchimiz bo'lsa, ana shunda bu niyatlar amalga oshadi. Misli ko'rinmagan imkoniyat bor Qoraqalpog'istonda. Qoraqalpog'iston bugungi kunda ishonch va investitsiya maskani, kelajak istiqboli, imkoniyatlar maydoni sifatida tanilib bormoqda. Bugun Qoraqalpog'iston yangi rivojlanish bosqichiga qadam qo'ydi. Bu yerda har bir loyihaga ishonch, har bir g'oyaga qo'llab-quvvatlash bor. Yangi ish, yangi hayot. Bu so'zlar bugun Qoraqalpog'istonda yangi ma'no kasb etmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida qabul qilingan qaror va farmonlar asosida Qoraqalpog'istonda biznes yuritish uchun qulay muhit yaratildi. Prezident tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan islohotlar va keng ko'lamli investitsiya loyihalari nafaqat iqtisodiyotni, balki insonlar tafakkurini ham yangilamoqda. Yangi ish o'rinlari, zamonaviy infratuzilmalar, ishonchli investorlar va mehnatsevar yoshlar, bularning barchasi Qoraqalpog'istonning bugungi qiyofasini belgilab bermoqda. Erkin iqtisodiy zona, soliq va bojxona imtiyozlari. Investorlar uchun imkoniyatlar. 3 yillik yer va mol-mulk solig'idan ozod etish. Investitsiya loyihalari uchun davlat kafolati. Har bir tadbirkor o'z g'oyasini amalga oshirishi uchun qulay shart-sharoit, qonuniy himoya va moliyaviy imkoniyatlarga ega. Qoraqalpog'istonda tadbirkorlik ruhi kuchaymoqda. Davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar haqiqiy imkoniyatga aylanmoqda. Tadbirkorlar ham shunday o'zini bizni bayrog'imizni, bizni gimnimizni, bizni mahsulotimizni dunyo bozoriga chiqarishga men ishonaman, sizlarga ishonaman. Qoraqalpog'iston faqat sarmoya joyi emas, balki orzularni amalga oshiradigan maskan. Biz bilan birga kelajakka sarmoya kiriting.